Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kim folbinga borsa va uni aytganiga ishonsa, Muhammadga nozil qilingan narsaga kufr keltiribdi deganlar. Folbinga borib, fol ochib qo'ying deb, folbin ertaga u bo'lasanmi bo'lasan desa, shunday ishonib yurgan odam Rasululloh alayhisolatu vassalomga tushirilgan Qur'onga, shariatga, islomga kufr keltirgan bo'lar ekan. Ana. Boshqa bir hadisda aytadilarki, kim folbinga borib, fol ochtirib, unga ishonsa kofir bo'ladi. Borsa u ishonmasa 40 kun namozi qabul bo'lmaydi. Ishonmasa ham bo'ldi, bu qolavermas ekan. Borganini uchun javobgarlik bo'ladi. Yulduzlarga, osmondagi mavjudotlarga qarab fol ochishlarida ham munajjimlar bo'lgan. Ana ularni ham Rasululloh alayhisolatu vasallam qaytarganlar. Kadabal munajjimuna walau sadaqu deganlar. Agar ular rost aytsa ham baribir kazzobdir. Aytgan rost chiqyapti, lekin ishonmalaring kazzob. Ana, mana shunday qat'iyat bilan iymoni ketadi, kofir bo'ladi. 40 kungacha o'qigan namozi qabul bo'lmaydi, 40 kungacha qilgan duosi qabul bo'lmaydi kabi qaytariqlar bilan Rasul akram alayhisolatu vasallam ummatlarini ana shunday Allohni bizga joriy qilgan aqidasiga teskari, Allohga shirk bo'lgan va boshqa gunohlarni o'zida mujassam qilgan folbinliklardan qaytarganlar. Musulmon ummati qaytgan, Allohga bo'lgan sof aqidasi bilan yashagan, shariatni ko'rsatmasi bilan yashagan. Lekin ming afsus bo'lsinki, ta'limotlardan uzoqlashish, johil bo'lib qolish, diniy ta'limotlarga e'tibor bermaslik qo'yish oqibatida yana bu narsalar qayta paydo bo'ladi. Hozirgi kunda shu folni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi, kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqqa 5-10 ta xatni har xil yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qib bittasini olsa, mana seni to'lig'ing shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib, o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan, yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda, ana shunaqa ekan, yo kasal olamagan, yo sog' bo'lamagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan, u yoqqa ham, bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarni yozib qo'ygan. Uni haligi qushi bilan o'tiradi. Kelib menga fol ochib qo'ying deb pul beradi. Demak, haligi xatlarni aralashtirib tutsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini nega olib beradi. Mana qush bilan fol ochish. Xo'p, chiziq bilan fol ochishyapti. Toshlarni qo'yib, u yoqqa surib fol ochishadi. O'ynaydigan kartani qo'yib, teskari qilib qo'yib, ochib, odamlarning to'lig'ini aytishyapti. Kimdir kaftni qarab turib, kaftidan topaman deydi. Barobatlarning hammasi bor. Hammasi bor. Mo'minman, musulmonman degan odamlar shularning oldiga boradi. O'zlaricha qoida qilish olgan. Folga ishonma, folsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatning aqliga, zakovatiga, nomus bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Folga ishonma, folsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shtirnoqidagi hikmatlar insoniyat uchun nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilish kerak. Ana folbinman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof, iymonga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men uni topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib folbinga uchraydi. Ha, pulim yo'qolib qoldi. Ha, bo'ldi, men ham o'zim o'ylab turdim, siz pul yo'qolgan odamga o'xshab kelyapsiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti. O'tiring deydi, o'tkazadi. Keyin shu bir gapni aytadi. O'shini aytgan gapi qarindosh urug'ni, xudo andani, yor do'stni orasini buzadigan gap bo'ladi. Men deydi, fol ko'rdim, sizni pulingizni o'zingizga yaqin bir odam olgan deydi. Yaqin bo'lmasa qanaqa endi? U bo'lgan, bu bo'lgan deydi. Bir ikkita sifatni aytadi. O'sha sifatdagi yaqinlardan 10-15 ta bo'ladi, hammasidan gumon qiladi degan odam. Mana shu odam haqiqatan mulkini sal g'alatiroq ko'rinadi o'zi deydi. Orada buzildi. Aloqa buzildi, ijtimoiy aloqa buzildi. Qarindoshlik silasi uzildi. Bu juda katta zarar bu. O'zimizda bo'lgan. Birov puli yo'qolib qoldi. Qari odam ayollar o'tib ketganlar ekan, pulni o'zi olib yurar ekan, yo'qolib qoldi. Yo'q, pul yo'q. Folbinga bordi. Folbinga borsa aytdiki,
Ali pol ochganda keliningiz olgan pulni debdi. Borib kelinni siqqanmiz, sen pulni o'g'lagansan, menga polbini aytyapti. Kelin qasam ichgan bo'lmaydi. Nima desa degan, yo'q, sen olgansan berasan. O'g'lini qisgan, oxiri o'g'li bilan kelin ajrashib, oila buzilib ketgan. Bu endi ota beva o'g'lan unga qo'shildi, ikkovi yashashib yurgan. Bir kuni o'sha eski ko'rpalarni boshqa yoqqa olishsa, o'sha ichiga o'zi soqib qo'ygan ekan, esdan chiqqanda pul chiqqan. Mana o'zimizda bo'lgan, mana bugungi kunda bo'lgan narsa. 100 mingdir, 50 mingdir, undan ozdir, ko'pdir pulni o'zi qo'yib esdan chiqib qolgan. Turibdi puli, hech narsa bo'lgani yo'q. Polbunni gapidan bir oila buzilib ketdi. Bunaqa narsa har qadamda bor. Har qadamda bor. Odamlar qiziqda, anqovlikni qarang, borib. Polbunga aytadi, shunaqa meni qizim bo'yi yetib qoldi, sovchish kelmayapti. Shuni bir nima qiling. Ya hozir polachamizni o'qib boramiz, bu qo'ramiz deb. Holbuki o'sha polachga o'zi beva. O'zini 3 ta qizi bor, kuyov demayapti. Odamlar buni o'ylamaydi. Agar shuni qo'lidan bir narsa kelsa, o'zi shunaqa qilib o'tirarmidi degan xayolga kelmaydi. Mansabga ko'tarilmoqchi bo'lganlar ham boradi polbunga. Agar o'sha shuni qiladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilib olmaydimi mansabga? O'tiribdi ona qilib. Rasvoy raddi balo bo'lib. O'ylash kerak, aqlni ishlatish kerak. Shariatda behudaga biror narsani qil yoki qilma deyilmaydi. Bu Allohning gapi. Alloh hakim zot. Har bir narsani eng nozik nuqtalarigacha million yillar keyin bo'ladiganigacha biladigan zot. Mana shu narsani biz yaxshi eslab, bunaqa narsalarga mutlaqo yaqin yo'lamasligimiz kerak. Polbunlarga qarshi kurashish kerak. O'zi bormagani, men bormayapman, boshqalarning ishim yo'q demasdan, boshqalarni ham to'sish kerak. Qarindosh urug', tanish bilish, yor do'stlarni yo'q, borma u yerga, mutlaqo musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, kufr u deyish kerak. O'shanaqa qiladiganlarni ham qaytarish kerak. Chunki haligi gapda faqat insonlarning orasini buzish, insonlarda noumidlik ruhini tarqatish. O'sha polbunlarning gapini olib tahlil qilib ko'rilsa, hammasi shunaqa. Bo'lmadi. Odamni, demak, shijoatini qaytaradigan, ish yoqmas qiladigan, bir-biridan gumon qilib, mana shu qilib qo'ygan, mana o'qigan, bo'qigan deb yomon ko'radigan, iloji bo'lsa haqiqatan oilalarni buzadigan, jamiyatlarning orasini buzadigan gaplar shulardan tarqaladi. Mana shu narsalar bizning aqidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ularni biz umuman qabul qilmasligimiz kerak. Oramizda birorta folbin qolmaslik kerak. Birorta folbinga boradigan ham qolmaslik kerak. Xulosamiz shu. Bizning aqidamiz eng sof aqida, eng to'g'ri aqida, eng oson aqida, eng ravshan aqida. Shu aqidani joriy qilgan hukmi g'aybiyotni Alloh taolaning o'ziga havola qilishdir. Biz g'aybni bilishni da'vo qilishimiz kufrga aylanib qoladi. Da'vo qilganlar kofir bo'ladi. Ularga borib g'aybni bilib ber deganlar ularning sherigi bo'ladi. Ana o'sha narsani biz qilmasligimiz kerak.